Assalomu alaykum Chorvoy kozlari. 16-iyul, 16-avgust. Uchqo'rg'on Qo'g'ay mol bozoridan syomkalari boshladi akalar. Birinchi bolasiga ekan, bolasi xunaji. Aka birinchi bolasi? Birinchisimi? Yeb ichi tanijoni sog'a, yuvoshligi yuvoshmi? Ha, qonida 2 oylik ham bor. 3 yosh ekan-da aka. Akalar, ostilari ham yo'g'i joyida ekan. Qonida 2 oylik qochib ham qolgan deyapti akalar. Birinchisiga ekan, ikkinchisiga 2 oylik qo'yib qo'yilgan deyapti. Bolasi xunajidan ekan, sutdan qisilib qolibdi akalar. Molimiz yosh oq quloq oq tumshuq ekan akalar. Tanijoni sog' ekan, qorinli mol ekan. Aka nech pul deyapsiz? 40 million so'm kami bor deyapti akalar. Savdochi aka? 36 million so'm savdo qilishibdi akalar, berilmabdi 36 millionga. Narigilar ham siznikimi? Nomerni bitta qilib qo'yib qo'yramizmi aka? Narigilar ham siznikimi? Bitta qilib qo'yveramiz nomerni. Navbatdagisi akalar. Nechinchi bolasi aka bu? Nechinchi bolasi? Akalar bunisi ham Ashok akamizdan ekan. Buni ham birinchi bolasiga ekan. Qop-qora ekan janob. Bolasi novvos unaji. Unajin ekan akalar. Ola ekan bola. Ostilari yaxshi ekan. Yeb ichi tanjon sog'a aka. Yuvoshligi yuvoshmi? Hosili nechta suti? Akalar, yuvoshligi yuvosh ekan mana. Tushumlari ham hamma zo'r ekan akalar. Gap yo'q, yuvoshligi boshqasiga. Suti nechta aka? 7 ta sog'liq ekan. 7 litr sog'layapti. Bir haftalik o'tdi akalar bolasi. Bolasi xunazi bor ham shular. Hop, qora sifatli ekan akalar. Ko'tvoshda ikkisini. Nech pul deyapmiz narxini? 38 yapmiz ekan. 38 million so'm narx aytyapmiz akalar. Savdosi aka? 34 million so'mga savdo qilishibdi, bermabdi akalar. Molimiz chiroyli. Bu ham sizlardanmi aka? Bu ham sizlardanmi? Aka bu nechinchi bolasi? Ikkinchi bola aka, Bolasi novvosi ekan akalar. Bolasi novvos bo'lsin deganlarga. Ostilari hamma yo'g'i joyida ekan akalar. 8 litr sutga. Yeb ichishdan joni sog'a, yuvoshligi yuvosh akalar. Hamma yo'g'i joyida ekan. Qicham chiroyli ekan molimiz. Sifatli ekan, sirg'ali. Nech pul aka narxi buni? 33,5 qilyapti hozir. 33,5 million so'm qilyapti. 40 million narx aytyapti, 33,5 million qilyapti. 35 kam bor deyapti. Ha, 35 kam bor ya. Yengilroq, bitishadigan qilib. Nomer beraveramizmi? 95lik. 95lik. 234 6202. Hammasi bittami yo siz boshqami? Men boshqa. Ha, boshqa bozoringiz bersan aka. Aka nomerni berib yuborasizmi? Bitta debman 3 oylarda. Akalar, hariga bir jup molimizni nomerini olib beramiz. 95lik. 95lik. 150 lik. 76 70 tur. Aloqaga chiqaverasiz akalar. Bir hafta sinovdan dastlab jalan qilib berishadi. Bozoringiz bersin. Aka bolasi nima buni? Bolasi egasi yo'q. Ha, egasi ketib qoldimi? Akalar bolasi bundan ekan. Molimiz serob akalar. Bozorimizda. Bozorlar sus. Qandaydir? Bozorlarimiz sus. Bolasi nima buni aka? Nechinchisi? Ikkinchi bolasi aka, bolasi xunajindan. Yeb ichishdan joni sog'mi, yuvoshligi-chi? Ishi olmasmi? Hosili nechta aka? Hosili 6 berar, sog'may qo'ygan. 6-7 beradi deb bolasi emib yuribdi ekan akalar. Ostilari ham yo'g'i joyida molimiz. Ixcham ekan molimiz. Narxi nech pul deyapsiz aka? 32 million so'm kami bor ekan akalar. Savdosi-chi? 26 millionga berishmabdi akalar. Ikkinchi bolasi xunadi. Qo'yilmaganmi aka? Qo'yilmaganmi? Gumon, qo'yilganligi gumon. Dikonchilikmi? Dikonidan so'raganlar akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Dikonga xudo xolasa sigir qilaman deganlar. Nomer beramizmi? Nechilik? 94lik. 619 0294. Aka bozoringizni bersin. Xudo xolasa dastlab kelan qilib beraverasa, kelishib qolsanglar, saqib ichadigan odamga. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xush, oqshivi. Oqshivetimiz nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi. Bolasi nima? Akalar, oqshivetimiz bor ekan. 3-chi bolasi xunazi ekan. Ostilari ham yo'g'i joyida ekan. Jonivor tutamlari ham zo'r, oq idish. Sifatiga boshqasi gap yo'q. 3 million
3,5 million savdo qilyapti ekan akalar. Narxi nech pul deyapsiz aka? 42 million narx aytishyapti, 33 million, 33,5 million savdo qilyapti ekan akalar. Qolgan sotganga bola kerak. Aka buni bolasi nima? Bolasi nima buni? Novvoschami? Bolasi novvos ekan akalar. Nechinchi bolasi? Birinchi bolaga ekan akalar. Molimiz korobkalari butun ekan jonivor. To'rburchak ekan jonivor. 50 mol ekan. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan akalar. Yosh o'sin, sifatli o'sin deganlarga mana. Bola ham bu qocha sutga to'ygan variantidan akalar. Hamma yo'g'i joyida ekan jonivor. Nech pul narx aytyapsiz aka? 50 million. 50 million so'm narx aytishyapti aka. Bola buko ekan. Savdosi aka? 44 millionga savdo qilishdi akalar. Ustiga yurganga sog'ib ichadigan odamga zo'r variant akalar. Yoshidan 4 kurak munajin ekan. Karobkalari 4 burchak ekan akalar. Rossiyskiy ekan. Nomer beraveramizmi aka? Nechili? 93li. 176 95 59. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bir hafta sinovma yetkazib beramiz deyishyapti. Navbatdagi sigirimiz bor. Nechinchi bolasi? 3-bolasi. Bolasi novvosidan so'raganlar akalar. O't g'arib ekan, jinni qarava kerak ekan jonivorga. Suti nechta? 6 litr sutga. Yeb ichishi yaxshimi aka? Yuvoshmi? 6 litr sutga. 4 oylik bo'g'oz, 3 yosh ekanda. 3 yosh variantda. Nech pul deyapmiz bunisini? 32 million kami bor. Nargisi-chi? Xolos. Yo'q, unisi bo'g'oz qisir. Unisi gumo akalar. Bunisi bolasi xunojin ekan akalar. Buni ham 5 ta 6 choruz basga aka. 5 ta 6 litr sut beraveradi. Ostilari hamma yo'q joyda ekan, xichamagan. Bu nech pulga bor savdosi? 28 million savdo qilishdi. Bunisi-chi? 27 million. Nomer berasanmi? Beramiz. Nechili? 99 99li. 022 39 17 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bir hafta sinovma yetkazib berishaveradi. Narigisi 3 yosh ekan, bolasi novvosi. Jinda qaribaroq ekan, parvarish kerak ekan akalar. Keyingi molimiz akalar, birinchi, ikkinchi bola. Nechinchi bola aka? Birinchi bolasi novvos, novvosi. Birinchi bolasi novvos ekan akalar. Yeb ichiga, sog'ligiga savdosi bo'lyaptimi aka? Nech pul? 28 million akalar ham savdo qilyapti, obunachilar. Birinchi bolaga bolasi novvoschi. 28 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti akalar. Sifatiga boshqasiga gap yo'q. Chiroyli ekan jonivor. 28 millionga berilmayapti. 28 million savdo qilishyapti. Olganga sotganga baraka bersin. Diyorbek buni bolasi nima? Novvosmi? 3 yoshmi? Necha oylik? Bir oyda sut aka novvosdan chiqqaniga bolasi novvosdan so'raydi. 3-bolasi ekan. Suti nechta? 6 litr, 7 litr suti bor ekan akalar. Bola ham yoniga kelib qolibdi. Oyoq qo'li uzun ekan, sifatiga gap yo'q. Onasini sog'ib ichib tursalar, qochib qolgan bo'lsa, xudo to'y beradi. Nech pul narxi? 35 ga shunday beraveramiz. Yo'q, bo'ladigani nech pul? 35 ga. 35 kami bor. Savdosi-chi? 32 ga. 32,5 million savdo qilyapti akalar. 35 million narx aytishyapti. Olganga sotganga baraka bersin akalar. Yana navbatdagi digonchilik sigirimiz bor ekan. Digonidan so'raganlarga. 3-bolasi ekan akalar. Nechta suti bor aka buni? 12 ta. 12 ta, 10 ta sutga beraman. Bolasi xunajin ekan akalar. Polvon ekan, oyoq qo'li yo'g'an. Sifatiga boshqasiga gap yo'q ekan akalar. 3-bolasi xunajin variant. Oq quloq tumshi. O'zimiz eski shvedlardan akalar. Nech pul o'lyapti endi savdosi? 31,5 million savdo bo'lyapti ekan akalar. Mana savdosi qizganidan. 10 ta sutga beramiz deyishyapti. Digonidan so'raganlar aka. Savdosiz akamiz savdo qilyapti. 31 million savdo qilishyapti. Olganga sotganga baraka bersa akalar. Akalar molimiz 6 oylik bo'g'oz deyishyapti. Ikkinchisiga bo'g'oz ekan akalar. 6 oylik bo'g'ozga savdosi bo'lyapti.
Yeb ichiga tani joni sog'ligiga, yuvoshligi, yuvosh va 6 oylik bo'lib qo'ygan deydi. Savdosi nechi pul aka? 25 million savdo qilyapti ekan akalarimiz. 25 millionga berilmayapti akalar. Savdosi qilgan joyda. Olganga sotganga baraka bersin. 6 oylik bo'lgan. Bunisilar qirg'iz bo'g'ozlarimiz bor ekan, Qirg'izistondan tushgan. Shvetimiz aka 6 oylik deyapti, 6 oy teparoq deyapti. Ikkinchisiga ekan, uchinchisiga ekan. Narigisi ikkinchisiga ekan akalar. Bunisini 7 oylik deyishyapti. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga yuvosh deyishyapti. Hamma yo'g'i joyida ekan akalar molimizni. Qirg'izistondan tushgan qirg'iz mollar ekan akalar. Ular adir-dura qochish. Aka narxini necha pul deyapmiz buni? 35 milliondan narx aytishyapti akalar. 35 milliondan. Savdosi necha pul bo'ldi aka buni? Necha pul savdosi bo'ldi? Amakim qilyapti, amakim. Aka, nomer beraveramizmi? Sotilib ketadimi? Akalar bozori bo'lyapti ekan, savdo qilyapti akamiz. Sotilib ketadi. 35 milliondan narx aytish, 6 oylikka narxi 7 oylik deyishyapti. Uchinchisiga, ikkinchisiga ekan akalar. Bo'g'ozlarimiz serob akalar. Bu necha oylik aka? Birinchisigami? Akalar birinchi tug'ma hunajinimiz bor ekan. 6 oylik bo'g'oz ekan. Basharalari chiroyli ekan, yuzlari tikashoq. Narxi necha pul deyapmiz aka buni? 35 million kami bor. 30 million savdo qilishyapti ekan, 6 oylik ekan akalar. Nomer beraveramizmi aka? Nomer sotilib ketadimi? 94 274 2702 ga aloqaga chiqarasizlar akalar. Dikonchilik ekan akamiz. Sigir qilaman, qo'l bola sigir qilaman deganga yaxshi variant. Bu necha oylik qirg'izimiz aka? Necha oylik bu? Bunisi ham 6 oylik ekan akalar. Qirg'iz shvetlardan. Ostilari ham yo'g'i joyida ekan jonivor. Necha pul deyapmiz buni aka? Bunisi ham 35 million narx aytishyapti. Sifati joyida, ham yo'g'i joyida ekan. Hayvonlarimiz serob akalar. Bozorimiz jiyda dimlanib turibdi akalar. Mashlarni hammasi bo'g'ozlar. Necha oyda aka bular? 8 oy. Necha? 4 oylik. 6 oylik. Nechinchi bolalari? Birinchi, ikkinchi? Hali tug'magan. Akalar tug'magan, xunajin ekan. Hali kurak yormabdi jonivorlar. Manasi ikkinchisi, uchinchisi ekan. Bu ham birinchimi? Yo, manasi. Uchinchisini tug'ar ekan akalar. Sifati gap yo'q ekan, olamiz ham. Kengligiga, boshqasiga. Necha puldan deyapmiz narxini? Buni 26,5 qildi. Bunisini-chi? Bunisini 18 million. Olasini-chi aka? 32 million narx qilishibdi akalar. Nomer beraveramizmi qiziqqanlarga? Nechilik? 95. 95lik. 216 216 07 07 51. 51. Bo'ladi, ena bola, bo'g'az, suti bor. Puliga qarab qilib beraveramiz, dastlabkilarni qilib beramiz aka. Akalar aloqaga chiqaverasiz. Dastlabkilarni qilib, bo'g'oz deganga bo'g'oz, 3 yosh deganga 3 yosh, Namangan nanaydan akalar. Telefon qilaverasizlar. Qirg'iz bo'g'ozimiz bor ekan, qirg'iz shvet. Yetuy bo'g'ozlardan akalar, ostolarni tashab qopti, 9-oyga o'tibdi akalar. Taylarni tashab 37 million savdo qilishyapti akalar. O, savdosi qizigan joyda akalar. 37 millionga berilmayapti. Buni 4 oylik suti bor ekan akalar. 7 ta 8 ta suti bor deyapti. 30 million so'm kami bor aka. Mashina bor. 30 million so'm kami bor ekan akalar. 4 oylik bo'g'oz ekan. 6-7 ta suti beraver, 6-7 ta beraveradi aka. 10 litr suti bor, 8 litr beraman. 4 oylik bor. Bunisi necha pul qildi savdo? Necha pulga chiqdi edi bunisi? 37 million savdo qilyapti akalar. Savdosi qizigan joyda mana akalar. Olganga sotganga baraka bersin akalar. Kanalga obuna bo'lib, podpisatsiya bo'lib, like bosishni unutmanglar. Sizlar uchun mehnatdamiz akalar.
Prosmotr ko'p, like kam bo'lyapti akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.